Drabilkamiz aka, mana shu ichidagi mahaviysi 20 bitta segment pichog'i bo'ladi. Mana bunga qisam. Jigulida zavodskiy mahaviysi dan bo'ladi. Asosan motoriga kelaylik, hamma yoqda ishlatadigan motori bo'ladi-yu, babi. Hop, Ariol motor. Medni 100%, hop, 6,5 birkasiga yozadi aka. Hop, 6,5 yozadi. 4 kilovatli motori bo'ladi. Bu ichki holati bo'ladi. Ichki holati bu holatda bo'ladi. Shu zipi bu holatda bo'ladi. Bular ham boru, bular turbali, bu ham mahaviyli, o'sha 6,5 medni motor bilan bo'ladi. Usti ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bularda ballonchalari bo'ladi bizlar. Hop. Mana shu holatda bo'ladi aka, hammasi. Ko'proq shunga talab bo'lyapti, shundan qilyapmiz aka.